Assalomu alaykum mushtoplik qarindoshlar. Ma'u Mirkamil Qashqarlining yozmasiga. Qur'onchilar hamjinsliklar bilan til biriktirgan deb. Buning qarta va bir qarindishimiz mendan savol so'rabdi. Qur'on hamjinsliklarga qanday qaraydi deb. Hamda o'shining ashnaqa javob berishdan burun Mirkamil Qashqarliga hayron qoldim. Mirkamil Qashqarlining bu yozmani yozishiga sababchi bo'lgan narsa nima ekan desangmi? Umuman ekson Mirkamil Qashqarli va boshqalarning o'tirligida o'zining qarashlarini, dunyo qarashini, diniy qarashlarini, hozirgi bizning ahvolimiz, dunyodagi musulmonlar ahvoli deganda qarashlarni o'zaro yezishgan chaqda Umuman eksonning bir yozmasiga Abdulaziz Beshto'g'roq Umuman eksonning bir yozmasini ham bahrlab qo'yganlik uchun bu Mirkamil Qashqarli ma'nosini yezibdi. Til biriktirgan degan yeri ashu. Ya'ni Qur'onchilar hamjinsliklar bilan til biriktirgan degan yeri ashu. Hamjinslik degan yo qo'shjinslik desin, yoki o'xshash jinsliklar desin, u masalaga bu Qur'onga da'vat qilayotganlar buni aşı bo'ladi yo Qur'on mana shunga yo'l qo'ygan degan bir gapni qilgan yeri yo'q. Navzubillah, unday gapni qilish mumkin emas. Endi men Mirkamil Qashqarlining yozayotgan narsalariga qarab men asosiyatdan charchabdi. Biroz davolanish tegishlikmi yoki bo'lmasa o'zini besavol desa, rasman o'zimni besavolay jumo degidek aqlga ega bo'lsa, o'zini besavosi bo'lamdi. Qanday bo'lish kerak bu bola? Nimalarni deydi, nimalarni yezayotdi? Bu o'zining da'vatgan gapi o'ziga qarshi bir-birini inkor qilib turgan mana shunday bir narsani yozadi ekan deb o'ylagandim. Asosiyatdan bu millatni bir uyg'onsin. Bu millat bir haqiqiy shu dunyoda hozirgi vaqtda shu ahvolga tushganda o'zining bir chiqish yo'lini topsin, real dunyoga moslashsin degan maqsadda bir narsa yozayotgan emas. Boshqalarga bo'lgan o'shmanlik, boshqalarga bo'lgan qarshi shaxsiy adovatni ko'zda tutiblar bir narsalarni yozib ketadi ekan. Buning yozgan bir narsalarini ba'zilar texi ajoyib esil yozadi deb uzun bir narsani yozsa, jiq bir narsani yozib etsa, yomon jiq odamlarning bir yerdan Qur'ondan bir dalillarni keltirib, hadislardan dalil keltirib, yana olimlar manda degan deb g'arb shunoslarniki, sharq shunoslarniki hammasining ismlarini atab bir narsani yozsa, buningdan bir mazmun chiqayotamdi, bir maqsad chiqayotamdi, oxir bir xulosada millatga foydali bir narsa chiqayotamdi demay, ajoyib bir narsalarni yozib dedi ekan, deydi odamlar bor. Endi bu Umuman eksonning yozmasiga Abdulaziz ham bahrlab qo'ygan bo'lsa, uning Umuman eksonning ba'zi nurg'un to'g'ri fikrlari bor. Bu millatni uyg'onsa, taraqqiy qilsa, real dunyoga bir moslashsa, uyg'onmasa, taraqqiy qilmasa, aqlin taraqqiy qilmasa, tafakkur qilmasa, bizning shu mustamlikadan qutulishimiz yo'q gap. Bu xurofot bid'atning ichiga kirib ketaversak, bo'lmaydi degan narsalarni ko'p yozildi. Lekin dinga e'tiqod qilamdi, qilmamdi. İnsanlarning ichida qanday xarakterga ega bir inson, uni men bilmayman. Mayli boshqalar bilsin-chi desa, u dinga e'tiqod qilishi, qilmasligi, insonlar ichida qaysi tipga kiradi, qanday xarakterdagi inson, uningga boshqalarning aralashib olish huquqi yo'q. Lekin yozmalarga qarasak-chi desa, bu millatni uyg'otadigan aqlani bir narsalarni yozadi, yaxshi narsalarni yozadi. Agar biz e'tiqod qilayotgan dinni aqoratlamasa, ya'ni biz iymon keltirgan Qur'onni aqoratlamasa, men ishonmayman desa o'zining ishi. Aqoratlamay, tillamasdan ilmiy shaklda men ishonmayman desa o'zining ishi. Lekin Qur'onni o'qib boqmasdan
mush o'ydirilgan bir narsani mush mirkamilga o'xshash yozgan narsalarni din mushta o'xshaydi deb qarab qolgan bo'lsa, u tarafini mu tuzitib olishni umid qilamiz. Demak, yig'ib aytganda Mirkamil Qashqarlininki endi Qur'onchilarga bo'lgan o'shmanligi, ya'ni Qur'onni tashviq qilayotganlarga bo'lgan o'shmanligi, uningga gap deb bermay nurg'un qalaymagan narsalarni yezib ketishi. Bugun kun kelganda, ya'ni Qur'onni tashviq qilayotgan bir odam Ummul Ihsonninki bir yozimizni ham bahrlab qo'yishi, uni yana tegidan qo'mirib o'tib, moshunda alijoq bir narsani yezishga sababchi bo'lib qolganlik. Bu yozmaning ostiroq tushgan vaqtda nim debdi desa, hukm o'g'irlari debdi. Hukmni o'g'irlayotgan kim? Kim hukmni o'g'irlayotdi? Asli hukm o'g'risi deyish to'g'ri kelsa, ya'ni diniy nuqtadan chiqib hukm o'g'risi deyish to'g'ri kelsa, ahli sunniy va jamoa e'tiqodidagi insonlarni hukm o'g'risi desak bo'ladi. Nima uchun desak, Qur'onda iymonga shart qilinmagan nurg'un narsalarni iymonga shart qilib bizni kofir qiladi. Qur'onni tashviq qilayotganlarni kofir qiladi. Sen ani e'tirof qilmading, ani inkor qilding, mani inkor qilding. Butun yozmasning hammasida bor. Lekin Qur'on iymonga shart qilmagan, Qur'on kofir qilmagan, kofir demagan insonlarni shu Qur'onga iymon keltirib turib, ya'ni dunyoda Qur'on bilan parallel yozilgan nurg'un narsalarga ishinib turib, Allohga sherik keltirib turib, Qur'onning hukmini, Qur'onning markaziy ideyasini o'g'irlab boshqa yoqqa burmalaydi bular. Hukm o'g'risi degan shu o'zi. Nima uchun buni hukm o'g'risi deysiz desa, yuqori deganimdek iymonga shart qilmagan narsalar ahli sunniy va jamoaning e'tiqodida iymonga shart qilganlik. Ani inkor qilsang kofir bo'lsa, mani inkor qilsang kofir bo'lsa. Qur'on zot Allah menini inkor qilsang, ya'ni mening ma da'vat qilishimni inkor qilsang kofir bo'lsa desa, dunyoda olimlar birlikka, ya'ni payg'ambar alayhisolamning og'ziga nisbatlab qo'yib o'tirib chiqqan nurg'un narsalarni inkor qilgan odam kofir bo'ladi deb hukmni o'g'irlaydiganlar mana mushu. Allah Qur'onda payg'ambarning so'zini inkor qilsang kofir bo'lsa demidi. Payg'ambar mening so'zimni yetkazib yetkizayotgan ashu rasul yetkizayotgan ashu so'zni inkor qilsang kofir bo'lsa, buning ishonmasang kofir bo'lsa, bu rost narsani, haqiqatni yetkazayotdi bu deb ashu Qur'onni ko'rsatdi. Hukm o'g'risi degan nima desa, Qur'onda o'limga hukm qilinmagan nurg'un narsalarni ashu Qur'onning nomidan o'limga hukm qilingan deb o'tirib qo'ygan odamlar hukm o'g'risi bo'ladi. Murtadni o'ldirish, namoz o'qimagan odamni o'ldirish, zinoxorni chamkisak qilib o'ldirish degan so'zlarning Ayso tushdi deyishning, Mahdi chiqdi deyishning bularning Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q. Go'r azobi deymiz, nurg'un mo'jiz deymiz. Mushu narsalarning Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qur'onning berayotgan hukmini o'g'irlab, Qur'onga otib qo'yayotgan hukm o'g'irlari naq shu Mirkamil Qashqarlidek saranglar shu. Endi ikkinchi bir masala, ma qarindishimiz Qur'on hamjinsliklarga, ya'ni qo'shjinsliklarga va o'xshash jinsliklarga qanday qaraydi degan savolga. Endi ma topda Abdukiram Zoir va Ibrohim Domullam bor. Uningdan boshqa Makkada, Madinada turadigan mushu diniy sohada o'qigan, hozir o'zining tijoratlari bilan shug'ullanayotgan, hozir o'qiyotgan ashunday qarindoshlarimiz mushu topda bor. Shular endi bunga Qur'on qanday qaraydi mushu masalaga deb chiroyli javob bersa, hammamiz o'rganib olsak yaxshi. Endi bu to'g'riliq men o'zimning qarashini o'ttirib qo'ya boqay. Xato taraflar bo'lsa, qarindoshlar tuzab qo'ysa bo'ladi. Endi ma o'xshash jinsliklar masalasi asosiyatdan bola tug'ilgandan keyin cho'ng bo'lish jarayonida har xil mijozi xarakterga ega qilib qo'yadigan shu ota-onasi o'zi ekan asosiyatdan. Ota-onasi o'zi ekan. Uning nurg'un sabablari borki,
u to'g'riliq professor doktor Zaki Bayraktar degan kishining maxsus yozmalari bor. O'sha o'xshash jinslarninki o'zaro birga bo'lib qilishi, bir yerda bo'lib qilishi to'g'riliq yozgan, ularning nima uchun shu xarakterga ega bo'lib qolganligi to'g'riliq yozgan kitoblari, darislari bor. Endi bu qo'sh jinslar masalasiga kelsak-chi desa, qo'sh jinslar ashunday yaralgan ekan endi. Ashunday yaralgan ekan. Endi u vaqtning o'tishi bilan erlik hormoni ishib ketsa, uni chiroyli hozirgi texnika bo'yicha er qilib bir ayol bilan o'ylanadigan holatga akilaydigan, ayollik hormoni ishib ketsa, ayol qilib bir er bilan to'y qilg'izib, yana ayollik rolini o'ynata oladigan bir texnika hozir bor modis bor. Uni ashunda qilib tuzab ketgan bo'ladi. Endi bu o'xshash jinslar masalasini desa, endi Qur'on nima deydi desa, Qur'on asosiyatan bularni tilga olmagan bilan har doim har qanday bir narsaga adil hukm qilinglar deydi. Bir odamning qo'sh jinslik bo'lib qilishi yoki o'xshash jinsliklarni yaxshi ko'radigan, o'ziga o'g'alni yaxshi ko'radigan, qizni yaxshi ko'radigan bu ahvollar, bu mijozi xarakterlar u odamning musulmon, kofir bo'lishini belgilab bermaydi. Uning e'tiqodi ayrim bir narsa. Endi uning iymoni kuchlanib, shu o'zining qilayotgan ishini jinoyatmi, xato meniki. Allah erni er qilib yaratgan, ayolni ayol qilib yaratgan. Men bir er turib nima uchun er bilan birga yurayman? Men bir ayol turib nima uchun bir ayol bilan birga turayman? Bir uy tutib birga o'tib, butun munosabatlarni ashning bilan o'tkazib, nima ishlarni qilib yuryapman men deb o'zi yanmasa, uni shu adil bir taraf qilinglar degan jamiyat, shunda bir jamiyatni iymon islomni da'vo qilayotgan shu odamlar o'zi o'ylabasi bo'ladi. Ashta bir jamiyatni barpo qila olsak shu desa, shuni cheklaydigan, ularni to'sadigan, yuqoridagi qo'sh jinsliklarni yana chiroyli hozirgi texnika bo'yicha uni ayolni ayol, erni er qilib bir taraf qilib o'tadigan mushundaq holatni qilgan bo'lamdi. Mushundaq ahvolda mushunchalik bir ishlarni qilib shu jamiyatni tuzguni bo'lamdi, tuzguni bo'ladi. Endi uni bu demokratik erkinlik, insonlarning o'zining erkinligi deb qo'yib o'tib bu dunyo qo'yib o'tiglik hozir ana. Qo'yib o'tiglik. Shu musulmon davlatman da'vatqandimi bor, Turkiyadan bor, Saudiyadan bor, hamma yerda bor, g'arb dunyosidan bor. Dunyo uningga qattiq bir intizomni o'rnatib, ularni tizginlab, ularning ko'payib ketishining oldini olmoqlik. Parlament ağını bulamdı, ağını buladı. Onu mu demokratik erkinlik deb qo'yvasichi desa, insonlikning nasli bulg'unib, bir boshqacha bir jamiyat paydo bo'lib qolganligi rost. Bir narsaga sal qarasak, ashta bo'ladi. Imkoniyatning bericha bu narsalarni tuzab ketgan bo'lamdi desa, tuzab ketgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh Qur'onda adil bir jamiyat barpo qilinglar. Bir narsaga adil hukm qilinglar deganning ichida agar jamiyatning bulg'unib ketishining oldini olmasak-chi desa, o'zimiz yashayotgan yer shariga adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Shuning uchun bu narsani shundoq bir jamiyatni barpo qila olsak, chiroyli bir taraf qila olsak, shu qonunni chiqarib yaxshi bir taraf qila olsak bo'ladigan narsa. Buningga Qur'on qanday qaraydi desak, Qur'on yig'ib aytganda chiroyli tuzab, haqiqiy pokiz bir jamiyat barpo qilishni o'tirib qo'ydi. Uni jazolashga, anda jazola, manda jazola yoki ani qo'yib o'zining ixtiyoriga mani o'ttirib, mani kesib degan yeri yo'q Qur'onninki. Shu adil bir taraf qilishni o'tirib qo'yib qo'ydi. İnsanlar adil bir taraf qilsa bo'ladi uni. Endi Mirkamil Qashqarliga o'xshash odamlar bu qo'sh jinsliklar yoki o'xshash jinsliklar degan masala o'ttirg'i chiqib qolsa, bir odam chiroyli bir fikrni o'ttirg'i qo'ysa,
Yani bir adam onun fikrini, hele Kur'an'ı teşvik kılıvatkan adam, onun fikrini kollap koysa, hem behlep koysa, şunun bilen Kur'an'ı davet kılıvatkanlar bilen hem cinsliklar ve koş cinsliklarını ekilipla okşaşlı birli sanısa, ma Allah'ın kitabını yetkiziyatkan adamga ma gapni qilsam qanday bo'ladi demay, mush yozmani yezishdim cho'ng aqlsizlik bormi deb o'ylayman men.